Loylonbozda minvata ham qilingan aka. Sovuq o'tkazib yuborgandan keyin minvata tashalganda, qishda sovuq o'tkazgan, yozda issiq o'tkazib yuborgan. Shuning uchun minvata tashab qo'yilgan. Baribir ham effekt bermaganligi uchun ustidan polistirol lombos qilmoqchimiz. Polistirol lombosini effekt bermaydi deb o'ylab qolish mumkin-da. Bundan oldin polistirol lombos qilgansiz, to'g'rimi? Qilganman. 2 yildan beri qilyapman mana. O'sha qilingan joylardagi natija qanaqa bo'ldi? Natija yaxshi. Tayyorlanish. Natija yaxshiligi uchun qilyapmiz. Yaxshi bo'lmasa siraz to'xtatardik-ku. Tayyorlanishi ham oson, keyin buni yengilligi loydan ko'ra anchagina qulay. Bemalol ko'tarib yengilgina zo'rda. Aka necha kvadrat joy bu yerda? Bu yerda 100 kvadrat joy. Taxminan 100 kvadrat joyi qancha odam va qancha vaqtda qilib Biz hozir 3 ta odam 2 kun ketadi bizga. O'z bir kunda o'rtashasa bo'ladi, biz 3 kishi qilyapmiz-da. Bemalol 5 kishi, 4 kishi bo'lsa qilib yorsa bo'ladi. Nobodoga haligi apparat bor. Bolalar kelib qiladi, bir kunda bang'ilib tashlaydi. Bu polistirol lombozi haqida ko'p ma'lumotlarni mana shu profilda berib borganmiz aka. Agarda siz hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, videoga obuna bo'lib qo'ysangiz esdan chiqmasin. Video ko'pchilik yetib borsin, like tugmasidan bosib qo'yasiz. O'tgan safar vodiylik akalarni gapirganda, bang'ilib tashlashdi. Akalar, meni videomni men bilaman, dunyoni hamma yoqdan ko'rishadi, lekin vohani odamlar ham juda ko'p ko'radi. Qani bitta vohalilar like ga aymasdan bosib qo'yasizlar. Assalomu alaykum.